kinematograf va unga aloqasi bor proyektlarning ichida must see, ya'ni ko'rish shart bo'lgan san'at asarlari ko'p va o'tgan yilning maydan boshlab ularning ichiga bemalol Titanlar hujumi anime serialini kirita olaman. Bu loyiha shunchalik katta lore, ya'ni olamni mayda detallargacha tuzib chiqilganligi sizni bir vaqtda ham aqlan shokka tushirib, ham qalban emotsiyalar girdobiga olib kirib ketadigan syujetga, bir-biridan o'zib ketadigan darajadagi koloritli va tirik personajlarga, ko'plab kadrlarda, misoli Louvre muzeyining zamonaviy san'at bo'limidagi kartinalardek chiroyga ega vizualga, har xil janrlarni mahorat bilan almashtirish orqali ko'p qirrali atmosferaga va hattoki Hans Zimmerning shedevrlariga ham yaxshi konkurensiya bera oladigan musiqiy asarlarga ega. Ushbu videoda mazkur shedevrdan olgan taassurotlarimni asosida uni pluslari va minuslarini ajratib o'tib, nega sizga bu animeni 102% ga maslahat bera olishim haqida aytib o'tmoqchiman. Video spoilerlarsiz bo'ladi. Shunday ekan, agar ushbu proyektni hali ko'rmagan bo'lsangiz, videoni anime serial bilan tanishish uchun qo'shimcha motivatsiya sifatida yoki ushbu san'at asarini allaqachon ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, Titanlar hujumini ko'rishga ko'ndirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga argument sifatida jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. O'rindiqlaringizga qulayroq joylashib olinglar. Sizlar bilan men Astrosman. Qani, boshladik. Ishonchim komilki, xuddi men kabi sizlar ham badiiy asarlarda o'xshash syujetlarni qadrlaysizlar, ularni kuzatishni yaxshi ko'rasizlar, emotsional momentlardan mazza qilasizlar va agar proyekt nafaqat ko'ngilochar, balki falsafiy bo'lsa, muallif yetkazib bermoqchi bo'lgan fikr haqida o'ylab ko'rish va do'stlaringlar bilan ko'rgan narsalarni asl ma'nosini muhokama qilishni yaxshi ko'rasizlar. Xohlaysizlarmi? Men sizlarga bitta narsa aytaman. Titanlar hujumida nafaqat prosta yaxshi, balki juda ham zo'r, sizni ekrandan uzilishga yo'l qo'ymaydigan, o'ylab qolishga majbur qiladigan, 100 dan ortiq marta emotsional tarnotaga uloqtirib yuboradigan va syujetdagi burilishlar bilan 3-4 martalab miyalarni stratosferaga otib yuboradigan syujet bor. Afsuski yoki yaxshiyamki, video spoilerlarsiz bo'lgani uchun nega syujetni bunchalik zo'rligini va bu olamni o'ylab topgan Hajime Isayamani daholigini batafsil analiz bilan tushuntirib berishim qiyin bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham hech bo'lmasa icebergning yuzaki qatlamida hech qanaqa spoilerlar qilmasdan mangaka ishlatgan uslublarni umumiy holda aytib berib, nega Titanlar hujumida bunchalik dahshat syujet borligini tushuntirishga harakat qilaman. Xo'sh, agar aynan syujetni o'ziga keladigan bo'lsak, avval boshiga, ya'ni birinchi faslning birinchi 10 ta yoki 5 ta qismida sizlarga nimadir noodatiy ko'rinmaydi. Setting, ya'ni voqealar sodir bo'layotgan olamning qonun-qoidalaridan tashqari. Ammo lekin biroq deganlaridek, bundan keyin syujet o'zini yorqin tomonlarini ochishni boshlaydi. Ya'ni повествование yoki o'zbekchaga tarjima qilganda hikoyani aytib berish usuli nafaqat bosh personajning yuzi orqali birinchi shaxsda, balki ikkinchi va uchinchi darajali va hattoki yovuz personajlarning perspektivasidan, agar sizlarga tushunarliroq tilda aytadigan bo'lsam, ularni nuqtai nazardan ham olib boriladi. Va bu ssenariyni syujetni har xil tomonlama ochib berishni uchun qo'llaydigan eng ajoyib usullardan biri. Bu usulning zo'rligining asosiy sabablaridan biri shundaki, har xil perspektiva mavjud bo'lganda, muallif yaratayotgan asar shunchaki oddiy ertak, ya'ni yaxshi va yomon personajlar o'rtasidagi kurash, boshqa tilda aytganda, mardonavor ritsarni ajdarxoni yengib chiqishi emas, balki personajlarning xarakterlari chuqur yozilgan, syujet detallashtirilgan, ikkita ideologiyalarning qarama-qarshiligi bo'lgan, muallifning bizni hayotimiz haqidagi o'y-fikrlari jamlangan shedevrga aylanadi. Mana shu sababli ham bir necha xil perspektiva bu juda ham zo'r. Ikkita va hattoki undan ko'p nuqtai nazarlarni shu darajada professional ochib bergan faqat bitta film esimga keldi. U ham bo'lsa Oltin Globusda eng yaxshi dramatik film sovrinini qo'lga kiritgan va Joe Wright tomonidan suratga olingan Atonement filmi. Bu yoqda ham Cecilia, Brian va Robbie personajlarining perspektivalari hikoyaga yangi nigoh va muallif fikrini yana ham ko'proq ochib berishga yordam bergan. Video уже bir necha daqiqadan beri davom etyapti va sizlarda mantiqiy savol paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni, Astros, san bizga qanaqangidir narrativ, syujetning tuzilishi va perspektivalar haqida aytib bervasan. Biz badiiy asarlarni faqat emotsiyalar uchun ko'ramiz. Degan savol. Birinchidan, wow, juda ham originallik bo'ladi. Ikkinchidan, okey, ssenariyning emotsional qismiga kelsak, sirazi aytib o'taman. Bu nafaqat o'ylab qolish uchun, balki emotsional katarsis ham his qilish uchun mo'ljallangan anime. O'ylaymanki, kinematograf va unga aloqasi bor proyektlarni shunchaki ko'ngilochar kontent sifatida emas, balki tomoshabin bilan dialogga kirishib, uni qalbidan va ongidan joy oladigan san'at asarlari hisoblaydigan hamma biladiki, badiiy asarlar yaxshi yoki umuman olganda shedevral bo'lishi uchun nafaqat emotsiyalar bag'ishlay olishi, ya'ni Forsaj yoki istalgan horror trash kabi o'z sifati va kinematografik usullar avtor tomonidan mahorat bilan qo'llana olinadigan, tomoshabinning qalbidan joy olib, unda kulgu, tabassum, qayg'u
achinish yoki katarsisni chaqira olishi kerakligini biladi. Bunga eng yorqin namuna Titanic. U yoqda nafaqat ekranda bo'layotgan katastrofadan, balki James Cameron shu darajada shedevral san'at asari olib, uni katastrofa lahzasiga estetika bilan olib kelganidan ham sizlarda bunaqa emotsiyalar paydo bo'ladi. Titanlar hujumida ham xuddi shunday holat. Ha, albatta, yuzaki darajada action va animatsiya sizga keltiradigan lazzat oddiy ko'rinishi mumkin, lekin Isayama qo'llagan dramaturgik usullar, personajlarni ochib berishi va ularni tomoshabin bilan emotsional aloqaga ulashi, bo'layotgan voqealarga personajlarning reaksiyalarini ko'rsatishi va qahramonlarning kechinmalarini sizning qalbingizdan yanada ko'proq joy ola oladi. Isayamani muallif sifatida zo'r ko'rsata olgan yana bitta narsa, bu uni simvolizm va dramaturgik tryuklar orqali ham tomoshabinlarda emotsiyalar uyg'ota olishi. Misol uchun, Titanlar hujumi shunchalik detallarga e'tibor yozilganki, sizdagi katarsis tuyg'usini shunchaki bir parcha mato, oddiy qush yoki beysbol to'pi va hattoki oddiy daraxtdan to'kilgan barg ham emotsional bo'ron, ya'ni katarsis hissini uyg'otishi mumkin. Oxirgisi haqida aytgancha, simvolizm va dramaturgiyada bu uslub Prust matlenkasi deyiladi va unga ko'ra avtor shu darajada mahoratli bo'lishi kerakki, avval boshda oddiy ko'rinadigan predmet personajlarning qalbidan chuqur tuyg'ularni berishi kerak va buni hisobidan mantiqli ravishda tomoshabinda ham kuchli tuyg'ular paydo bo'ladi. Bu videoda urf-odatga aylangan narsa. Sizlarga men aytib o'tgan terminlar tushunarliroq bo'lishi uchun katta ehtimol bilan sizlar filmlarda misol bo'la oladigan sahnalar va Prust matlenkasi mahorat bilan ishlatilgan yana bitta proyekt. Bu tig' usti yuguruvchi 2049 va ko'rganlar biladi. O'tda ssenaristlar oddiy yog'och o'yinchoq orqali ham filmning asosiy g'oyalaridan birini, ham personajni va olamni ochib berishgan. Tak vot, Titanlar hujumida ham shunaqa. Bular bo'lsa shunchaki odamlar piu-piu orqali ulkan maxluqlarni o'ldirishdan yoki chiroyli grafikadan yaxshiroq usul. Chunki agar bitta guruh yaxshi, sifatli, lekin nima bo'lganda ham yuzaki darajada bo'lsa, ikkinchi guruh chuqurroq, mualliflardan ko'proq mehnatni talab qiladi. Avtorlarga o'z ijod mahsullariga baribir bo'lmasdan, ular o'z syujetlarini yanada detallashtirganliroq qilganlarida, bu har doim maqtovga munosib bo'ladi. Bu ajoyib loyihani faqat syujet jihatlama maqtaydigan yana bitta mini punktim bor. U ham bo'lsa syujetdagi burilishlar. Hammamiz yaxshi ko'radigan, hammamizni shokka tushiradigan va hammamizni eng yorqin taassurotlarimiz yig'iladigan plot twistlar. Jang klubi, la'natlanganlar oroli, Psixo, Prestige, Imperiya qarshi hujumi, Tashrif, Bu ahmoqona sevgi, Interstellar, Yo'qolgan qiz va hokazo va hokazo. Ishonchim komilki, ushbu bir necha yaxshi va asosan shedevral filmlardagi sizdagi taassurotlar bo'yicha eng yorqin bo'lgan lahza ulardagi syujetdagi burilish bo'lgan sahnalarda vujudga kelgan va bu tushunarli holat. Odatda badiiy asarlarda kamida bitta va ko'pida ikkita yoki maksimum 3 ta plot twist bo'ladi. Lekin Titanlar hujumida 3 ta emas, 5 ta emas yoki даже 10 ta emas, balki 29 ta plot twist bor. 29 ta Karl. Tasavvur qilasizlarmi? Sizlarning yili bitta dona yaxshi syujetdagi burilishni o'zidan uzilib ketadi-yu, bu unchalik ko'p va ularning har biri ssenariy jihatlama to'g'ri yozilgan. Hozir nima demoqchiligimni bitta ko'pchilik yili ko'rgan film misolida tushuntiraman. Yaqinda David Fincher suratga olgan Sonaviy 7, ya'ni 7 filmini ko'rdim va darrov aytib o'tay, film juda ham zo'r, o'zining shedevr va klassika nomiga munosib. Menga juda ham yoqdi. O'ta yaxshi message, ajoyib atmosfera va shunchaki doqiyona ravishdagi suspens bor. Lekin shaxsiy fikrim bo'yicha filmning pluslariga qaramasdan, bu yoqdagi syujetdagi burilish faqat shokka tushirish vazifasini bajarib, ssenariy jihatlama bitta sababga ko'ra ishlamaydi. Mayli, subyektiv ravishda uni oldindan topib qo'yganim. Bu shaxsan meni detektivlik mahoratim yoki muammoyim. Gap shundaki, yoqdagi plot twistlarni hayron qoldirsa ham, hikoyaga unchalik yangi nigoh bermaydi. Oldin aytganimdek, filmga 10 dan 10 qo'yganimga qaramasdan. Endi bo'lsa, syujetdagi burilish, ssenariy jihatlama yaxshi ishlaydigan yana bitta filmni eslab o'tsam. Bu ham Fincherniki. Va hammanglar bilib turganingizdek, men Jang klubi haqida aytyapman. Ya'ni o'zingizlar biladigan bitta sahnadan keyin hikoya ko'zon yilida boshqacha ruhda gavdalantiriladi. Ham tomosha paytida ungacha bo'lgan voqealar yangi perspektiva beradi. Umumiy aytmoqchi bo'lgan fikrim, yaxshi syujetdagi burilishlarning asosiy vazifalaridan biri nafaqat tomoshabinni shokka tushirish, balki hikoyada bungacha, hozirda va bundan keyin voqealarga yangi perspektiva berib, iloji boricha kamroq seziladigan bo'lishi. Oxirgi punktga kelganda biroz aytib o'tsam, даже Sherlock Holmesdek kallangiz bo'lsa ham, maksimum bitta yoki ikkita plot twistlarni oldindan sezishingiz mumkin. Isayama shunchalik syujetdagi burishlarni kichkina detallar orqali berkitgan. Mayli detallar bilan berkitish. Biroz oldin aytganimdek, yaxshi va sifatli plot twistlarning asosiy vazifalaridan biri hikoyaga yangi nuqtai nazar berish va bu vazifa bilan ham Titanlar hujumi mahorat bilan ish ko'rgan. Ya'ni titlda nafaqat ko'plab perspektiva, balki retrospektiva ham bor.
Ya'ni syujetdagi burilishlar sodir bo'lgandan so'ng siz nafaqat emotsional tornado, aqliy shturm va o'zini asteroidlar halqasida topib olgan miya bilan qolasiz, balki bu plot twist sodir bo'lgungacha bo'lgan voqealar haqida yangicha fikrlarga kelasiz. Personajlarning motivatsiyasiga yana ham ayon bo'ladi. Keyingi qismga nisbatan sizda intriga tuyg'usi oshadi va hattoki Jim Isayama sizga yetkazmoqchi bo'lgan mesajga yana bitta kalitni qo'lga kiritasiz. Syujetdagi burilishlarga oluvchi detallar mavzusiga to'xtalib o'tsak, video orqali sizlarga Chexov miltig'i nomli dramaturgik uslub haqida ham aytib o'tsam, birato'lasi ham siz uchun foydali ma'lumot, ham Titanlar hujumini maqtash uchun yana bitta sabab. Chexov miltig'i bu rus yozuvchisi Anton Pavlovich Chexov dramaturgiyaga kiritgan uslub bo'lib, unga ko'ra hikoyadagi har bitta element syujetda muhim rol o'ynashi kerak yoki tekstdan chiqarib tashlanishi kerak. Agar sinefilcha ko'cha tilida tushuntiradigan bo'lsam, Chexov miltig'i asosan syujetdagi burilish haqida oldindan xabar beradigan, avval boshda ahamiyatsiz elementdek ko'rinib, siz uni unutib yuboradigan darajagacha vaqt o'tgandan so'ng ko'pincha holatda plot twistga olib keladigan detal. Xuddi agar zombi apokalipsini boshida miltiqni devorga osib qo'ysangizda va u ancha vaqt o'tib zombilar uyingizga bostirib kelganda o'q uzganidek. Yuqorida aytgan informatsiyani hisobga olsak, ya'ni bu animeda naq 29 ta syujetdagi burilishlar borligini, bu uje Chexov miltig'i emas. Bu Hajime Isayama tomonidan o'qlangan Chexov pulemyoti. Bu dramaturgik uslubni qo'llashdan yana bitta plyus shundaki, menga o'xshagan geek, kinoman va sinefil shaxslar, ya'ni badiiy asarlarni nafaqat ko'radigan, balki ularni ich-ichidan o'rganib chiqishga qiziqadigan entuziastlar aynan shunaqa mintiqlar otilayotgan sahnalarda "Vot, men shunaqa sahna bo'lishini taxmin qilgandim, qanaqa zo'r ishlangan syujetdagi burilish, vau!" degan reaksiya paydo bo'ladi. Tasavvur qilasizlarmi? Haqiqiy estetik kayf. Agar sizlar ham menga o'xshagan bo'lsanglar, bunaqa lazzat sizlarda ham 101% ehtimol bilan paydo bo'ladi. Xo'sh, syujetni iloji boricha spoilersiz boshdan oxirigacha maqtab chiqdim. Va endi bo'lsa istalgan san'at asarida syujet bilan bir xil darajadagi aspektlarga kelsak, u ham bo'lsa personajlar. Bu animeni syujet uchun qanchalik yaxshi ko'rsam, personajlar uchun xuddi shuncha darajada yaxshi ko'raman. Va hozir nega bundoqligini asoslab berishga harakat qilaman. Har bitta yaxshi yozilgan proyektda bo'lganidek, Titanlar hujumida ham deyarli har bitta bosh yoki ikkinchi darajali personajlarda o'zlari bor. Ya'ni personajning rivojlanish va o'zgarish yo'lini bosib o'tadi. Va bu loyihani zo'rligini shundaki, даже o'z arkalariga ega bo'lmagan 3-darajali personajlar ham atigi 1-2 ming paydo bo'lishgan bo'lsa ham, ularning hech qaysi birlari esdan chiqarilmaydi va syujetda muhim rol o'ynashadi. Sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Astros, axir personaj arkalari hamma sifatli asarlarda bor-ku, sanda bunchalik quvonchni paydo qiladi va unikallik nimada degan. Xo'sh, menda bunga javob bor. Bilasizlarmi? Agar ko'pgina proyektlarda personajda bitta turdagi arka bo'lsa, Titanlar hujumida ular bir necha. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Xullas, ushbu animeda tomoshabinlar uchun eng ko'p esda qolarli bo'lgan ekspressiv arkalar. Personajni o'z yo'li boshidagi holatidan hikoya oxiriga kelib kontrastli holga kelishi va bunaqa personaj yo'llari Eren Yeager, Armin Arlert, Historia Rice va Jan Kirstein kabi personajlarda. Shuningdek, menga o'xshab mayda detallar va yashiringan ma'nolarda kovlashni yaxshi ko'radigan tomoshabinlar uchun nozik yozilgan arkalar, ya'ni avval boshida va yuzaki qarashda umuman yo'qdek tuyulishi mumkin bo'lgan, lekin personajni qabul qilgan qarorlari va falsafani retrospektiva orqali o'ylab chiqilsa, muallif mahoratidan qoyil qoladigan personaj o'zgarish yo'llari bor. Bunaqa arkalar Mikasa Ackerman, Erwin Smith va Annie Leonhardt personajlarida bor. Shuningdek, klassik rivojlanish yo'li, ya'ni personaj o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishish kabi usullar ham mavjud. Bunaqa arkalar Levi Ackerman, Flock Foster va Hanji Zoe kabi personajlarda. Bittada 3 xil arka yozish yo'li. Video davomida o'sha joniylarga tegib bo'lgan narsani yana bir marta qaytaraman. Isayama geniy. Va bularning hammasi faqat personaj o'zgarish yo'li haqida, ularning xarakterlari haqida ham xuddi shu narsani bo'ladi. Deyarli har bitta bosh va ikkinchi darajali personajlarning o'z xarakteri, ularni yorqin qurib turadigan joyi va uni maqsadlarini va qilgan ishlarini tushunsa bo'ladigan background bor. Bu serialdagi personajlarni sevganimning yana bitta sababi ularni chuqur yozilganligi va birato'lasi shaxsan men uchun chuqur yozilgan personaj deb nimani hisoblashimni ham tushuntirib o'taman. Meni subyektiv fikrim va shaxsiy analizim bo'yicha chuqur yozilgan personaj bu realistik xarakterga ega, ya'ni bir taraflama ideal bo'lmagan, tomoshabinga motivlari tushunarli bo'lgan va tomoshabinda har xil emotsiyalar spektrini uyg'ota oladigan personaj. Oddiy va tushunarli misol Martin Scorsesening Taksist filmidagi Travis Bickle. Titanlar hujumidagi personajlar bu nafaqat ekrandagi syujetni harakatga keltiradigan funksiyalar, balki
o'z orzu-istaklari, ideologiyasi, kamchiliklari, tuyg'ulari va har kuni ertalab uyg'onish uchun va hayotini davom ettirish uchun motivatsiyalari bo'lgan insonlar, ya'ni bizani hammamizga o'xshagan kimsalar. Xuddi hayotda bo'lganidek, Titanlar hujumidagi personajni ham aniq yovuz yoki aniq qahramon deyish qiyin, chunki inson bu yozuvchi yozgan va boshqaradigan qo'g'irchoq emas, balki tarbiya, ichki olam, atrof muhit va jamiyat sababli shakllangan shaxs va kimdirga qahramon yoki yovuz kabi shablonlarni faqat yosh bolalar yoki noadekvat tushunchalar qo'yadi. Shuningdek, bu animedagi birorta personajga barmoq bilan ko'rsatib, uni bitta qolipning ichiga solish qiyin bo'ladi. Hajime buni hammasini oldindan o'ylab qo'ygan. Geniy. Meni shaxsan xursand qiladigan yana bitta narsa bu personajlarning bir-biri bilan bo'lgan kommunikatsiyasi va personajlarning syujetda sodir bo'layotgan voqealarga reaksiyalari. Agar birinchisi bilan hammasi ochiq-oydin, ya'ni personajlarning yaxshi tuzilgan ximiyasi har doim yoqimliligini men siz ham bilsanglar, ikkinchisi, ya'ni personajlarning nega muhimligini tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi. Gap shundaki, texnik darajada sifatli bo'lsa ham, emotsional jihatlama qiynaladigan kinematografik va animatsion asarlarning asosiy muammolaridan biri ulardagi masshtabli, epik va giper emotsional voqealarga personajlarda hech qanday reaksiya bildirilmasliklari va buni hisobidan agar даже personajlarga baribir bo'lsa ham, nega endi tomoshabinga baribir bo'lmasligi kerak degan tuyg'u paydo bo'ladi. Yaxshiyamki, ushbu animatsion shedevrda bu bilan hech qanaqa muammolar yo'q va hattoki tayyorlamagan tomoshabin uchun ham bosh personajni bo'layotgan voqealarga o'ta emotsional reaksiyasi ortiqcha ko'rinishi mumkin. Lekin birinchidan bunga 3-4 ta qismdan keyin ko'niksa bo'ladi, ikkinchidan bu personajning singan xarakteri va tarixi bilan tushuntirilsa bo'ladi. Xo'sh, agar meni subyektiv kayfimdan biroz chetga surilib, obyektiv pluslarga qaytsak, yana bir marta Isayamani yozuvchi sifatida maqtab o'tsam bo'ladi. Chunki Hajime yozuvchi uchun personajlarni yozishdagi bitta muhim qobiliyatdan professional darajada egallagan. Bu ham bo'lsa, tomoshabinni nafaqat balki ikkinchi va hattoki 3-darajadagi personajlarga ham emotsional ravishda bog'lash. Sizlarning personajlarda qanchalik kuchli arka, qurib yozilgan xarakter va tushunarli motivatsiya va maqsadlar bo'lsa ham, agar tomoshabinda ularga nisbatan emotsional bog'lanish bo'lmasa, ularning hammasi chippakka chiqadi. Chunki siz o'z ishingizni qanchalik obyektiv darajada yaxshi bajargan bo'lsangiz ham, tomoshabinda subyektiv ravishda qalbdorlar chalinmasa, bundan hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Isayamani mahoratiga shunchaki rahmatki, ekranda aksent qo'yilgan har bitta personajga nisbatan sizlarda emotsional bog'lanish paydo bo'lishi ehtimoli juda ham katta va buni hisobidan ular bilan bo'ladigan har xil voqealar tragik, kutilmagan, shokka tushiradigan, quvnatadigan, ularning ko'nglini ko'taradigan va hattoki kichkina, lekin tinch holda o'tgan voqealar ham sizlarda kamalak kabi har xil tusdagi tuyg'ularni chaqiradi. Personajlar dramaturgiyaning qonun-qoidalariga ko'ra to'g'ri yozilgan bo'lsa, bu yaxshi. Lekin agar ular tomoshabinda emotsiyalarni yuzaga chiqara olsa, bu o'sha ajoyib. Yana bitta aspekt, bir necha personajlar bir necha konflikt holatlarida shunchaki dohiyona rejalarni, taktikalarni va strategik yurishlarni amalga oshiradiki, ularga havasing kelib, ulardek bo'lging keladi. Literally me xullas. Tan olinglar, даже trik aktyor yoki aktrisalar o'ynamagan, balki chizilgan personajlarga nisbatan bunchalik havasni his qilish bu nimanidir anglatadi. Men bu san'at asaridagi personajlarni chin ko'ngildan yaxshi ko'rishim, sevishim, ularning taqdiri haqida butun serial davomida qayg'urganim, havas qilishim va nega ularni deyarli hammasini muallif zo'r yozgan deb hisoblashimga bo'lgan argumentlar ishlaydi. Ssenariy bo'yicha bizda bitta va shu bilan oxirgi bo'lgan element qoldi. Yan bo'lsa lore, ya'ni voqealar sodir bo'layotgan olamning tuzilishi. Qanchalik ssenariyni maqtashni xohlasam ham, bu punktda iloji boricha kamroq gapirishim kerak. Chunki bitta ortiqcha termin yoki lorega bog'liq sahnaning eslatilishi va sizlarga bitta katta komplot twistni spoiler qilib qo'yishi mumkin. Da, bu yerda даже olam tuzilishiga bog'liq syujetdagi burilish bor. Tasavvur qilasizlarmi? Agar umumiy argumentlar bilan lore haqida nimadir aytsam, insonlarning o'zlari uchun uchta ulkan devor qurib, ulkan, xavfli va abnormal bo'lgan maxluqlar, ya'ni titanlardan himoyalanishi bu zo'r konsept va u bilan juda ko'p ajoyib voqealar tuzilishini tayyorlasa bo'ladi. Va bu videodan уже tushunganingizdek, Isayama bunaqa voqealar tuzilishini tayyorlay olgan. Devorlarning qayoqdan kelgani, titanlarning chiqishi va umuman olganda voqealar sodir bo'layotgan olamni juda ham detallashtirilganligi va kengligi ushbu animatsion shedevrni yana ham ko'proq yaxshi ko'rishga majbur qiladi. Bu yoqda lore shunchalik kattaki, hattoki anime televizion formatligidan foydalanib, reklamadan oldingi va keyingi pauza uchun fragmentlar bilan olam tuzilishini tushuntirib o'tishga to'g'ri kelgan. Aytgancha, bitta narsa haqida oldingi ikkita kichkina punktlarda aytib o'tish esimdan chiqibdi. Как раз lore haqidagi mini punkt bunga ko'proq mos keladi. Tushunarliroq qilib gapirsam, Titanlar hujumida bitta magistral intriga, ya'ni birinchidan 3-sezongacha bo'lgan asosiy detektiv liniya bor. Da, конечно, magistral
magistral intrigadan tashqari tomoshabinning e'tiborini yana ham ko'proq egallash va dinamikani ushlab turish uchun qo'shilgan mini intrigalar bor. Lekin magistral intriga o'z katarsisiga yetib kelganda xuddi o'sha plot twist sodir bo'ladi va buni hisobidan voqealar sodir bo'layotgan olam haqidagi yangi ma'lumotlar hisobidan sizlarni miyanglarda "Bu nima bo'lyapti o'zi?" degan savol paydo bo'ladi. Olamni tuzilishidagi mayda detallarga kelsak, mangaka bitta qiziqishni amalga oshirgan. Ya'ni oddiy hayotdagi narsalarni bir-biri bilan birlashtirib, noyoblik hissini chaqirish. Misol uchun, ODM qurilmasini olaylik. Bu o'rgimchak odamning to'rt orqali uchishini o'xshagan konsept. Lekin muallifning buni gadjet va o'rta asr settingidagi fonida qo'shilishdan yangicha konsept yuzaga keladi. Yoki yana bitta misol, devorlarning ichidagi aholi o'zlari uchun o'ylab topgan kemalar. Ularning yelkanlari yo'qligi hisobidan yangilikdek ko'rinadi va shunday ham va buni sababi devorlar bilan o'ralgan aholi hech qachon dengiz yuzini ko'rmagan va o'z muhitiga adaptatsiya qilishgan. Lore haqidagi punktda yana bitta narsani aytib o'tsam, bu ham bo'lsa atmosfera. Bu animeda aniq bitta janrning yo'qligi avval boshga minus ko'rinsa ham, e'tibor bilan analiz qilinish natijasida mangakani har xil janrlar bilan zo'r o'yna olishi va buni hisobidan olamni mazmun jihatlama to'laligini hisobidan realistiklik tuyg'usi vujudga keladi va emotsional darajada bu yanada ko'proq zavq olib keladi. Shuningdek, R reytingini borligi xaos va dahshat atmosferasini yana ham oshiradi. Umid qilamanki, lore haqida aytib berish jarayonida yetarlicha ehtiyotkorlik bilan gapirdim va sizlarda deduksiya tuyg'usi yoqilib, hech qanaqa spoilerga sezgi paydo bo'lmadi va shu chiroyli notada ssenariy haqidagi bo'lgan punktlardagi uchta mini punktni tugatsam ham bo'ladi. Boshdan tan olib qo'ya qoling. Titanlar hujumidagi action menga juda ham yoqqan bo'lsa ham, men bu animeni yaxshi ko'rib qolishim uchun asosiy sabab emas. Lekin unum bo'lganda ham maqtab o'tsa bo'ladi va hozir shunga harakat qilaman. Bilasizlarmi? Animatsiya va animening unikalligi shundaki, unda kinematografda amalga bo'lmaydigan konseptlarni realizatsiya qilsa bo'ladi va bu muallifning fantaziyasini to'laqonli aks ettirish uchun ideal format. Titanlar hujumi albatta bundan mustasno emas, ayniqsa action masalasida. Birinchi punktda aytib o'tgan global konseptim hisobida bu badiiy asardagi jang sahnalarini amalga oshirish uchun juda ham ko'p yo'llar bor va ularning hammasi ideal darajada amalga oshirilgan. Titanlarning oldida chumoldek insonlarni o'zlariga nisbatan devoqmatlarga qarshi chiqishi va bundan ham muhimrog'i qanaqa usulda hujum qilishga harakat qilishi tomoshabinni, ya'ni meni, sizlarni va hammamizni hayajonda ushlab turadigan ajoyib aspektlardan bittasi. Umid qilamanki, Titanlar hujumi hech qachon live action adaptatsiyali serialga ega bo'lmaydi. Chunki kamida action sahnalarining o'zi faqat anime uchun mos bo'lib, kino formatiga umuman tushmaydi. Bu asardagi ideal balansning yana bitta afzalligi, anime nafaqat entertainment, ya'ni ko'ngilochar kontentdan iborat jivachkaga, na zanuda, sifat va psevdo-intellektual dramaga aylanib qoladi va ham miya uchun ozuqa berib, ham ko'z quvonishi uchun ajoyib darajadagi epik sahnalarni o'z ichiga oladi. Ko'pgina momentlarda action nafaqat entertainment, balki emotsional, dramatik va hattoki falsafiy aspektlarni tomoshabinga yetkazib berish vositasiga aylanib, даже actionning o'zi falsafaga aylanadi. Qaysidir personajlar uchun bu qasos, qaysidir personajlar uchun bu orqali pik darajaga chiqishi va qaysidir personajlar uchun bu hattoki redemption bo'lib chiqadi. Falsafaga, ya'ni muallif o'z san'at asariga kiritgan ma'nolar va g'oyalarga kelsak, bu haqida уже biroz bo'lsa-da batafsilroq gapirishim mumkin. Agar Titanlar hujumida ko'tarilgan mavzularni sanashni boshlasam, video juda ham cho'zilib ketishi mumkin. No, farqi yo'q. Meni kanalim, meni videoyim, men xohlagancha xronometraj bo'ladi. Xullas, katta ehtimol bilan Titanlar hujumidagi eng asosiy ko'tarilgan mavzu bu ozodlik va bu mavzu Eren Yeager personaji yo'li, Mikasa Ackerman personajining mahorat va nozikligi bilan yozilgan ark va ularning munosabatlari orqali ochib berilgan. Isayama shu darajada dahoki, u nafaqat badiiy asar orqali insoniyatni 100 yillardan beri qiynab keladigan savolga yaxshi javobni ko'tarib chiqqan. Ya'ni, ozodlik o'zi nima? Ozodlik mavjudmi va shuningdek, absolyut darajada ozod bo'lish mumkinmi degan savollarga javob. Shuningdek, ikkita personajning evolyutsiyasini va ularning munosabatlari liniyalarini ham mahorat bilan yopgan. Animeda ko'tarilgan yana bitta eng asosiy mavzulardan biri bu psixologizm, ya'ni inson qabul qiladigan qarorlar va uni shaxs bo'lib ulg'ayishda uni bolaligi, hayot davomida olgan ruhiy jarohatlari, uni atrof muhiti va boshidan o'tkazgan yaxshi va yomon voqealari ta'siri haqida. Agar ozodlik mavzusi asosan faqat Eren va Mikasa personajlari orqali ochib berilgan bo'lsa, psixologizm mavzusi deyarli barcha personajlar
va serialda sodir bo'layotgan voqealar demonstratsiya qilingan. Titledagi har bitta syujetdagi nuqtalar personajlarni o'zgartiradi, yo ularga ruhiy zarba yoki ruhiy o'sish beradi. Hech narsani eslatmayaptimi? Ha, bu bizning olam haqida. Titanlar hujumidagi personajlar ham bizdek, ya'ni ular ham vakuumda emas, balki sotsiumda, ya'ni jamiyatda yashaydi va unda sodir bo'layotgan katta va kichik hodisalar, qo'llab-quvvatlash va sotqinliklar, ularni har biri xuddi bizdek shu oqimni hisobidan o'zgaradi, yaxshi yoki yomon tarafga. Hajmi Ibratni magnum opusida ko'tarilgan yana bitta eng muhim mavzulardan biri bu urush va propaganda. Agar psixologizmni asosiy mavzu sifatida sezish qiyinroq bo'lsa-da, urush va propaganda mavzusi Titanlar hujumida xuddi ozodlik kabi yorqin falsafiy mavzulardan biri hisoblanadi. Agar birinchi 3 ta sezonda bu fikrlar to'plamini sezish uchun mayda detallarga e'tibor berish kerak bo'lgan bo'lsa, 4-mavsumdan boshlab bu liniya eng asosiylardan biriga aylanadi va muallif bizga urush insonlarni qanday qilib ich-ichidan sindirishi va propaganda orqali hattoki yosh bolalarni ham jangovar qurolga aylantirib, o'zi tanimagan insonlardan nafratlanish, ularni yo'q qilib yuborish niyatini paydo qila olishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Bu hali asosiy va yirik mavzular. Agar maydaroqlarga keladigan bo'lsam, oho, genotsid, do'stlik, kommunizm, xiyonat, qotillikni inson ongi va qalbiga ta'siri, otalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, sevgi, sodiqlik, jamiyat mexanizmini tuzilishi, ekzistensializm, Nitshe falsafasining dekonstruksiyasi va katta ehtimol bilan man hali aniqlamagan yana bir talay mavzular bor. Bravo. Xo'sh, agar birinchi punktda batafsil uzun va jon-jondan va ikkinchi punktda bir amallab bo'lsa ham qandaydir izga harakat qilgan bo'lsam, bu ham bo'lsa dramaturgiya bo'yicha havaskor darajasidagi bilimlarim sababli texnik qism bo'yicha hech qanaqa analiz bo'lmaydi va bu punktda shunchaki muxlisni maqtov bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham asoslab berishga harakat qilingan. Birinchidan 3-sezongacha animeni vid studiyasi tayyorlashgan va ular qilib o'tgan mehnatni shunchaki ko'z uchun orgazm bo'ladi. O'z ishini nafaqat pul uchun, balki haqiqiy ijod mahsuli tayyorlash uchun sidqidildan mehnat qilgan animatorlarga ta'zim qilsa arziydi. Viddan tashqari yana 4-faslga animeni chizib chiqqan Mappa studiyasi ham aynan animatsiya borasida umuman olganda yomon emas, даже yaxshi. Serialning o'zgargan toni va vibe'iga mos tushadigan stilga ega desa bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham vid bir qadam oldinroqda. Bunga sabablardan bittasi bu videoda уже ko'p marta takrorlangan take, detallar va ayniqsa mayda detallarga e'tibor. Qismlarni qayta ko'rish yoki men holatimda montaj davomida e'tibor berib qarash jarayonida har bitta sahnada har bitta personajlar uchun alohida kontur bilan tayyorlangan soya, lorni qonun-qoidalarga to'g'ri keladigan proporsiyalar tuzilishi va chizilish stilini ertaklama va fantasy ruhiga olamni animatsiyalashtirish jarayonida detalizatsiya sifati, bu taytlni tayyorlagan insonlar tomoshabin sifatli va munosib animatsiya ko'rish uchun ter to'kkani va ularga baribir bo'lmagani inson qalbiga iliqlik hissini olib keladi. Bu hammasi yana obyektivlilik va argumentatsiyaga harakat edi. Endi keldi yana subyektivlilik, ya'ni mana shaxsiy hissiy asoslangan fikrimga kelsak. Bilasizlarmi, Louvre muzeyidagi galereyaga borgan odamlar bir necha klassik kartinalarga hattoki bir necha 10 daqiqalab qarab turishadi va bundan estetik zavq olishadi. Yana nega misollar bilan tashlanmasdan demoqchi bo'lsanglar, animatsiyani juda ham kreativ usulda maqtab o'tmoqchiman. Ya'ni, Titanlar hujumida shu darajada chiroyli kadrlar borki, ular xuddi Louvre muzeyidan o'g'irlab olinib, animaga qo'yilgan sahnalarga o'xshaydi. Ularni nafaqat pauzaga qo'yib skrinshot olib, kompyuter yoki noutbukdagi rabochiy stolga qo'ysa bo'ladi, balki xuddi o'sha Louvredagi kartinalarga o'xshab e'tibor bilan kuzatib o'tirsa ham bo'ladi. Agar menga o'xshagan sentimental odam bo'lsanglar, даже stop kadrlardan ham ko'p emotsiyalar va даже bir necha ko'z yoshlar, melanxoliya, nostalgiya va euforiya tuyg'ularini olishinglar mumkin. Va agar sizlarni badiiy asaringlarda даже skrinshotlar sizlarda emotsional pik chaqira olsa, bu asl mahorat belgisi. Agar musiqa haqida gapirishni boshlasam, bu animeni tayyorlagan jamoani mahoratini kubdagi darajasi, ya'ni san'at asari ichidagi alohida san'at asari deya olaman. Rostdan ham, agar Titanlar hujumidagi musiqa asarlarini iceberg formatida oladigan bo'lsak, icebergning yuzasida openinglar, ya'ni epizodlarning boshidagi titrlarni ochib beruvchi treklar, ko'zga ko'rinadigan pastki qismida endinglar, ya'ni qismlarning oxiridagi titrlarni kuzatuvchi musiqa va icebergning eng tub qismida animedagi epizodlar davomida qo'yilgan kompozitsiyalarni olsa bo'ladi. Ya'ni chuqurlashib borgan sari sifat ham yaxshilanib borgan. Agar openinglar yaxshi temp
temp o'rnatishsa, dinamikani belgilab berishsa va tomoshabinda adrenalin va intriga tuyg'usini uyg'otib, uni tomoshaga yanada ko'p jalb qilsa, endingdagi qo'shiqlar umumiy hissiyotlarni bir joyga jamlashga yordamlashib, tomoshabinga emotsional xulosa bersa, xronometraj davomida yangraydigan kompozitsiyalar ba'zida dramaturgiyani o'rniga narrativ, ya'ni hikoyani aytib berish usuliga aylanadi. Ularning hisobidan nafaqat dramatik, tragik va baxtli qismlarga to'g'ri vibe berilib, tomoshabindagi emotsional qiziqish oshadi, balki ular personajlarning xarakterini, badiiy asardagi asosiy g'oyalar va falsafani va shuningdek suspensni o'z yelkalarida olib boradi. Bu xuddi Hans Zimmerning Christopher Nolan tomonidan suratga olingan Interstellar va Dunkirk filmlari uchun tayyorlangan albomlarga o'xshaydi. Ya'ni bu ikkita filmni eslasanglar, ba'zi sahnalarda umuman dialoglar yo'q va butun mazmun soundtracklarning hisobidan ochib beriladi va tomoshabinga yetkazib beriladi. Aytgancha, bu kompozitsiyalarning ko'pchiligini Sawano Hiroyuki yoki Hiroyuki Sawano tayyorlagan. Bu yoqda nafaqat betakror vokal, balki kompozitsiyalarni ham anime, ham alohida eshitayotganinglarda estetik zavq beradigan instrumental va atmosfera mavjud. Agar falsafa mavzusiga yana qaytadigan bo'lsak, buni musiqa punktida Vogel Imkafik qo'shig'i orqali yanada biroz ochib bersa bo'ladi. Chunki qo'shiqning o'zi ham aynan Titanlar hujumi bob. Sababi qo'shiqning nomini o'zbekchaga tarjima qilsak, u taxminan qafasdagi qush bo'ladi va yuqorida aytganimdek, ozodlik Titanlar hujumidagi eng asosiy mavzulardan biri bo'lgani uchun nima demoqchiligimni tushungan bo'lsanglar kerak. Da nafaqat Vogel Imkafikning o'zi, balki Hey Water, Call of Silence, Call Your Name, Baukudze va shunga o'xshash juda ko'plab shedevral soundtracklar mavjud. Xullas, 1000 marta gapirganimdan foyda. Ularni o'zingizlar eshitib ko'rgan yaxshiroq bo'ladi. Ammo lekin biroq deganlardek, afsuski YouTube'dagi mualliflik huquqi degan narsa sababli ularni videoda qo'ya olmayman. Lekin bu shedevral kompozitsiyalarni to'laqonli ravishda meni Telegram kanalimda eshitishingiz mumkin. Videoni qo'ygandan keyin joylab qo'yaman. Kanalga ссылка qayoqda? Albatta описаниеda yoki kommentariyalar yoki bo'lmasa сообществоda. Ha, qanchalik bu shedevrni yaxshi ko'rsam ham tan olishim kerak. Bu san'at asari ham nuqsonsiz emas va shaxsan men uchun eng katta bo'lgan muammo 4-sezondagi 3D, ya'ni 3D va uni juda ko'p va umuman olganda ishlatilishi. Nimaga buni muammo hisoblayotganimni tushunmayotganlar uchun tushuntirib o'taman. Anime bu 2D ga moslashtirilgan, ya'ni butunlay inson qo'li bilan tayyorlanishi kerak bo'lgan format va 3D davomida Vid studiyasi bu qonun-qoidaga amal qilib kelgan va buni hisobidan tomoshabin ekrandan uzilgisi kelmaydi. Lekin 4-sezonda Mappa studiyasi animatsiya uchun bosh qilib qo'yilganida, ular vidchalik harakat qilishni xohlamay, erinchoqlik qilib, ikkita aralashmaydigan narsalarni aralashtirishni xohlashgan, ya'ni 3D va anime. Okey, yana ham ko'proq analitika beradigan bo'lsam, agar siz animeni to'g'ri va mehnatsevar usulda, ya'ni 2D da to'laqonli chizib chiqsangiz, bu uchun alohida FPS belgilanadi va agar bunga umuman boshqa FPS dagi 3D ni qo'shsangiz, kasha-malasha tuyg'usi paydo bo'ladi. Ya'ni bitta atmosferada bo'lishi kerak bo'lgan sahnalarga umuman boshqa turdagi vibe qo'shiladi. To'g'risini aytsam, 4-mavsumda 3D shunchalik ko'pligidan даже ko'zim og'rishni boshlagan va buni 3ta oldingi sezonning grafikasi haqida aytgan gaplarim, ya'ni ko'zlar estetik zavq olishi bilan solishtirsak, juda ham ayanchli holat. 3D bilan bo'lgan muammolar shu darajagacha yetib kelganki, 4-mavsumdagi ba'zi yaxshi va sifatli action sahnalar 3ta oldingi sezondagi entertainment o'rniga ko'pincha diskomfort tuyg'usini paydo qilgan. Chunki agar vid detalizatsiyani ustida ter to'kib, tomoshabin uchun sifatli grafika taqdim etib, mayda detallar ustida ishlashgan bo'lsa, Mappa grafikaga nisbatan baribir yetgan pozitsiyada bo'lgandek va xuddi viddek detalizatsiyani tanlab, 2D animatsiya qilish o'rniga tayyorga ayyor pozitsiyasida xuddi o'sha Jenurgur 3D modellarni qo'shib tashlashgan. Eng qizig'i shundaki, Mappada viddan ko'ra ko'proq vaqt bo'lgan, ya'ni vid maksimum o'z ishini 1-1,5 yoki 2 yilda bajargan bo'lsa va даже sifat darajasida ideal bo'lgan bo'lsa, Mappa 4-mavsumni 3 yil davomida tayyorlagan. Ha, bilaman, ularda boshqa proyektlar ham bo'lgan, lekin birinchidan ularni hech kim majburlamagan, ikkinchidan baribir yaxshiroq qilsa bo'lardi. Va buni hisobida ular даже viddan 100 qadamga o'tib ketishlari mumkin edi. Lekin yo'q. Noto'g'ri tushunmayli. Aynan animatsiya jihatlama Mappa yomon mehnat qilmagan. Yuqorida aytganimdek, ularni kulrang va mrachniy stili, filtri как раз 4-sezon vibe'iga ideal tushadi va даже bir necha sahnalarda juda ham shoirona tayyorlangan. Men bu uchun ularni hurmat qilaman va minnatdorman. Lekin ularning erinchoqlik va undan ham yomoni asossiz erinchoqligini yuzasidan 3D ni tiqishtiravurishganiga vot meni pretenziyam katta. Sizlar, конечно, astrosan, udalik qilma, hammani o'z vkusi bor deyishingiz mumkin.
Lekin bu уже vkus masalasi emas. Bu уже haqiqiy va mavjud muammo. Chunki agar tomoshabin sizlarni animatsion proyektinglardagi syujet uchun muhim sahnalarni ko'zi og'rishi boshlaganidan, temp, dinamika va vibe'dagi norin texnik priyomlardan skip qilish niyati paydo bo'lsa, bu уже xaltura. Oxirgi punktda, ya'ni minuslar yoki to'g'riroq qilib aytganda, yagona minus punktida qanchalik beshafqat va rahmsiz bo'lgan bo'lsam-da, bu san'at asarini chin dildan yaxshi ko'raman va любой sog'lom munosabatlarning belgisi bu sevgi obyektidagi xatolarni tan olish va umuman olganda buni sizlar uchun foydasi ham bor. Chunki agar birorta proyektda aniq bir muammo borligini bilsanglar, uni shu minusiga nisbatan punktda tegishinglar kam bo'ladi va shuni hisobidan kam kuchlar va kam hafsalapir bo'lish bo'ladi. Yordamim tekkandan chin dildan xursandman. Mayli, agar post va meta ironiyani chetga surib samimiy gapiradigan bo'lsak, Titanlar hujumi menda butun geeklik prosessim davomida katarsisli finallardan birini ko'rish tajribasini berib, uni ustiga hayotimdagi ko'p narsalarni o'ylab ko'rishga va даже yaxshi tarafga o'zgarishga ta'sir qila olgan san'at asari desa bo'ladi. Qanchadan qancha intriga tuyg'usi, hayajonlanish, qo'rquv, adolatsizlik hissidan g'azabga to'lish, xotirjamlik, hayratda qolish va даже shokka tushish, yupatilganlik hissi, bir talay ko'z yoshlar va shuningdek bir talay kulgu, butun boshli emotsional spektr va bularning hammasi bo'm-bo'sh joydan emas. Bu shedevrni tayyorlash davomida Hajime Isayama, animatorlar, dublyaj ustalari, montajyorlar, kompozitorlar, professional musiqachilar va o'nlab, hattoki yuzlab insonlar sidqi dildan ter to'kishgan. Nafaqat mashhur bo'lish va pul topib olish uchun, albatta bu ham, lekin ozodlikni sevadigan va borliq haqida fikr yuritishga qiziquvchi insonlarga, ularning qalbida yashiringan sirli hissiyotlar, o'ylar va maqsadlarni yuzlab emotsiyalar orqali yuzaga chiqarishga yordam beruvchi san'at asarini dunyoga keltirish uchun, bu esa pul yoki mashhurlikdan ko'prog'iga arziydi. Ha, deyarli barcha ijod mahsullaridagidek, bu loyiha ham minuslarsiz emas. Lekin shaxsan men Titanlar hujum deb qolishimga asosiy sabab action yoki grafika bo'lmagan, balkim undagi syujet shaxsan men uchun va umuman olganda insoniyat uchun muhim mavzularni ko'tarib chiqishi, personajlarning tirikligi, atmosferaning yuqori qirraligi, ozodlikka intiluvchi va ijodni sevuvchi insonlarning qalb kuyi bo'ladigan emotsional g'oyasi uchun. Ozod va san'atsevar barcha insonlarga chin ko'ngildan bu animeni ko'rishni maslahat bera olaman. E'tiboringiz uchun gigantik va galaktik rahmat. Har doimgidek sizlar bilan men Astros bo'ldim. Titanlar hujumini ko'rishda yoqimli tomosha tilayman. Sog' va salomat bo'ling.